Akalar, Ulug'norda yana bir tabiiy boylik. Mana yer tagidan o'zi chiqadi. Toza, juda ham shirin suv. Naqadar tiniq, naqadar shaffof. Ulug'norda mana men bilganlarimdan ikkinchisi mana shu yer tagidan tabiiy chiqadigan suv. Birinchisi oq oltin deydi. Ikkinchisi Parses yo'lida. Mana bu tarafi paxta zavodi yo'li, paxta zavod. Ulug'nor paxta zavodidan to'g'ri Parses tomonga harakatlanganda mana shu tol metka akalar. Agar mabodo yo'lingiz tushib qolsa, mana shu tol metka albatta to'xtab, mana shu yerdan suv ichib, ta'miga bir baho berib, izohlarda o'z fikringizni yozib keting. Bu videoni barcha ulug'norlarga tashlab qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.